Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz Beshkent rayoni xudo xolasa Beshkent 4 ta biz posyolkada posyolkaga yetmay turib mana shu yerda bir sotiladigan uy bor. Hozir manzilni sizga tushuntirib o'tamiz. Mana bu tomon Chilchor Chashmadan kelayotgan yo'llar mana asfalt yangi bo'lgan. Mana shu yo'l oynada tekis maza qilib haydaysiz. Bir Beshkentda sotiladigan uyni hozir ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda hali men o'zim ham ko'rganim yo'q. Yo'lning boshiga kelib adresni tushuntiray. Birinchi Chashmadan kelgandan keyin mana Beshkent to'rtga burilganda xullas mana bu qishloqda. Do'stlar, mana Uzunbog'dan kelgandan keyin 100 metrdan keyin mana bu ko'chaga burilasiz. Mana bu ko'cha polni ikki taraf ham uy, suvda muammo yo'q. Suvga keladigan bo'lsak, mana bu kanalda suv bor. Mana shu yerdan suv ketadi. Polni mana daraxt, uy hamma narsa bo'ladi. Uyga borib endi syomka qilamiz, narxlar bilan tanishib chiqamiz. Unda biz yo'lga tushdik, ketdik. Xullas do'stlar, mana yo'lda boryapmiz, yo'lda davom etyapmiz. Ko'chaning ikki tomoni ham uy. Maqsad bu yerda katta qishloq bo'lib ketgan. Shu yerda sotiladigan uy bor. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Necha xona, necha sotiq, narxi qancha, hammasini bilib sizlarga batafsil tushuntirib o'tamiz. Xullas uyga ham yetib keldik do'stlar. Mana bu uy ekan. Aytganimizdek, mana bu uyga yetib keldik. Mana ko'rib turibsizlar, 10,5 sotiq ekan. Uy necha xona? 4 xona. 4 xona uy, banasi ham bor. U bilan 5 ta bo'ladi. Borib ko'ramiz batafsil. Mana chegarani hozir ko'radigan bo'lsak, chegara qayerdan? Chegara mana shu bizning to'g'rimizdan, To'kstalbadan bu tarafi, mana bu daraxt terakgacha. Ana endi borib ko'ramiz. Mana bu ariq qozilgan, ariqdan suv keladi. Maqsad agaratga bemalol suv keladi. Bu nima, oshxonami? Bunisi ham uy ekan, fundament taylangan. Mana bu yer mashin garaj bo'ladi, garaj va proxod kiradigan joy bo'ladi. Buni ham ko'tarsalaringiz, bular bir xona katta uzun mehmonxona bo'ladi, ya'ni. Bu yerda mana oq toshlar bor, shebin, gravillari, hamma narsasi bor. Uyni ko'rib turibsizlar. Kirpichdan tergan, kirpichdan yarimidan balandgacha, mana men bo'yimdan shuncha baland kirpichdan terilgan. Bu yerga beton qo'yilishi kerak, bu yerga simin blok qilingan degan ekan. Xullas, keling. Yerning ozgina sho'ri bor, lekin ishlov bersa bo'ladi. Chunki men hamsiyalar bu tarafda ham daraxt barak ekan bo'lyapti. Bu taraflar qishloq ko'rlaringiz, qishloq polni daraxt yegilgan. Maqsad dehqonchilik qilsa bo'ladi. Uyning oldi bu taraf, Uyning oldi mana Kunchigar tarafga qaragan, quyosh tomonga. 10,5 sotiq yer, dokument, hujjatga keladigan bo'lsak, hamma narsasi bor, to tex pasportgacha qilingan, biron dokumentdan muammo yo'q. Uyga keladigan bo'lsak, mana kirgandan koridor boshlanar ekan, koridor. O'ng tomonda 2 xona uy, chap tomonda yana 2 xona uy, to'g'rida keyin baniyasi bor ekan. Bunda aytganda 5 xonali uy ekan. Ishlari to'ldirilmagan, fundamentlar juda yaxshi qo'yilgan, fundamentlar ko'rib turibsizlar. 60 sm qo'yilgan, 60 bora, 60 qo'yilgan, ichi to'ldirilmagan. Mana uylarni ko'rib turibsizlar. Mana shunday uyni bu qishda issiq bo'ladi, ya'ni kirpichdan qilingan. Bular issiq bo'ladi. Shkatur urasizmi, gipsokardon urasizmi, xullas перегородка nima qilsangiz ham, xullas bunda nimasi yo'q. Mana uylarning bu tarafi ham hammasiga fundamentga menimcha nima qo'ygan ekansiz, adashmasam. Mana bu nimalarni ko'rib turibsizlar. Mana bu primechkalar polni uголокdan qo'yilgan. Har bir derazaga, darvozalarga primechka qo'yilgan. O'zlari yana videoda ko'ringizlar, hammasi qoida bilan qalin profildan uголокdan qo'ygan. Maqsad xonalar 4 ga 4 hammasi, 4 ga 4 ekan xonalar hammasi. Bemalol mana shu yosh oila kelib, misol olim misol yana bu yerni davom ettirsa juda ham yaxshi. Keyin bunday sirka taylab chiqibdi, har bir nimalarga, steklarga, bo'linadigan joylarga bemalol kelib nima qilishadi. Narxini qancha deysiz?
Narxiga keladigan bo'lsak, bu 10,5 sotix 4 xonali uy bir banya koridori bilan buning narxi 165 ming somon deyapti. Yaksada 65,000 somon o'taysa, bu muomala xishrudir inshaalloh. Do'stlar, mana 165 ming somon degan bilan hamma narsaning o'zining muomalasi, savdosi bor. Chunki aytgan narxga hech kim nima qila olmaydi. Baribir tushadi muomala bo'lgandan keyin hamma narsasining savdosi bor, tushadi. Buni ko'rib tursa, ancha rasxod qilgan akamiz, misol fundament desa, bu yerning olishi, mana bu kirpish o'zidan o'zi kelmagan sement blok, usta haqi, xullas bu akamiz ham xeyli mehnat qilgan buni. Chunki uydan sotishi maqsad, uy juda ham pul zarur bo'lib qoldi dedi. Shuning uchun sotyapman. Bo'lmasa bu o'zimga deb olgan edim dedi. Buni bitirishim kerak edi. Pul zarur bo'lib qoldi, sotishga to'g'ri kelib qoldi deyapti. Shu sababdan buni sotyapti. Ana endi bu hamshiralarning nimalar agratlarini ko'ramiz. Maqsad bu yerga hali hech kim ko'chib kelmayapti. Uyini keyin o'zim syomka qilib bergan. Agratlarini ko'rsatamiz. Hamshiralarning qo'ldan kelgancha buni paxtaga qo'ydi. Paxtalar hali ochilib yotibdi. Molni ham solmagan. Qo'y mollari bor ekan, hali solmabdi. Endi birovda hovlisini syomka qilish uncha to'g'ri kelmaydi, lekin baribir mana misol yer qilsa bo'ladi. Mana ariq mana bu yerdan kelib turibdi. Ariq bu yerdan, mana bu yerlar mana ajriq bo'lgandan keyin bu yer ishlov bersa hamma joyda obodchilik bo'ladi. Mana hovlini ko'rib turibsizlar uyda. Uy mana shu. Faqat buning nima deydi? Sismopoyaz mana shu beton ishlari qolgan, keyin ichkaridan kamroq kladka ishlari qolgan. Bu yoq ham to'liq qishloq, hovli kirib keladigan joy. Bu taraf ham hovlining qishloq ketgan hamma taraflama. Narxi 165 ming so'm yana muomalasi bor. Keyin 4-sovxozning maktabi, xullas agar talabalar maktabga nima deydi, farzandlaringiz maktabga boradigan farzandlaringiz bo'lsa, bu remontdan chiqib ko'chib kelgandan keyin maktab yaqin, mana bu yerdan 150 metr yo'lga chiqqandan keyin yana bu yoqqa 1 kilometr ham chiqmaydi. Yana bir narsani aytib o'tib beramiz. Bu yerda fundamentni ko'rib turibsizlar, mana bu fundamentda. Bu ko'tarilgandan keyin mana bu uy bilan birgalikda kirishovib yopiladi. Kirishovib yopiladi. Bu yoq mehmonxona bo'lsa, bu yoq o'zlaringiz kirib o'tirib yashaydigan xona uy bo'ladi bular. Hammasi 4 ga 4 solingan ekan, banyasi bor. Xullas hamma taraflama o'ylab o'zim uchun solgan edim buni dedi. Faqat sotishga to'g'ri kelib qoldi dedi. Mana bu ichida mana shebin ham bor, shu narxda aytaylik, oq toshi bor, yana kerak bo'lsa. Mana yerni ko'rib turibsizlar, mana bu yer bo'lsa, mana yana 50-40 santimetrlar yerdan ko'targan, yana sho'r chiqmasligi uchun ko'targan. Ostiga yana salafan taylab fundament qilgan. Xullas mehnatni yaxshi qilgan akamiz, zo'rg'a biron muammo yo'q. Dokument masalasi bo'yicha uyni ko'rlaringiz o'zlaringiz yana muomala qilasizlar. Mana bu nechi bu? 6 ga 3,5 3 ekanda, xullas 4 mi bu ham? Bu 4 ekan, 4 ga 6 ekan bu. Ichimlik suvga keladigan bo'lsak, bu yerda ichimlik suv ham har bir nimaga, ko'chaga, ya'ni ikkita uyga bitta uyga ikkitama qo'yib qo'yibdi. Hey, mana bu vodoprovod mana. Uyingizda mana 30 metr ham chiqmaydi, mana bu vodoprovod, mana bu yerdan suv. Bemalol uyingizga shlang tortib kelib, hovlingizning xohlagan joyingizda, uyingizni ichidan yo kuxniyadan yo banyadan yo mana shunday joylardan uyingizga yaqin joydan chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerdan shu yerdan nima ko'milgan? Shlang ko'milgan. Yo ko'chani u betidan yo mana bu betidan shlang ko'milgan. Uyning bilan yana orqa qismini ko'rsatamiz. Ko'chaga tomondan qaraganda ikkita nima tashlabdi, katta deraza tashlagan. Mana bu o'rtasida deraza yo'q sababi, chunki bu yer banya bo'lgan, bu yerda nima kerak emas. Fortichga. Mana bu chegaradan yana 2,5 metrmi, 3 metrdan ziyod joy tayyorlagan. Chegaradan keyin ham. 4 metrmi? 4 metr, mana ko'cha 2,5 ga. Ko'cha. Mana bu ariq chegara bo'lsa, uygacha mana qarib 5 metrlar bor ekan. Yomon yerni ekan. 4,5 mi? 4,5 metr ekan. 5 metrdan ekan. Zabor bilan mana 3 metr qaysi. Mana bu yerlar mana ko'cha tomondan mana 280 qarib 3 metr bu yoqdan joy tayyorlagan. Mana ko'cha kengish. Ko'chalar mana 7-8 metrlar bor. Faqat mashina yuradigan joy mayda desak ham, bu yoqlar endi nima deydi, yontog' bosgan. Xullas, mana bu asfaltdan kelgandan keyin 150 metr, 200 metrdan keyin mana shu adresimiz. Bu tarafga keladigan bo'lsa, qibla tomonga keladigan, oxirigacha yana uy bo'lib ketgan bu taraflar. Hamma uy solib, mana bu uylarda odamlar yashaydi. Bu yerda ham odamlar bor, yashayapti. E'tiborlar uchun kattadan katta rahmat. Ekranda ko'rib turgan raqamlar bor. Mana shu uyning egasining nomeri, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Narxini, yana qandaydir nimalari, sharoitlarini sizlarga batafsil o'zi tushuntiradi. WhatsApp ham bor nomeringizda. WhatsApp ham bor, promay telefon qilsalaringiz ham bo'ladi.